Bugun ko'pchiligimiz uchun yoqimsiz bo'lgan kalamushlar haqida gaplashamiz. Kalamushlar juda moslashuvchan tanaga ega. Boshi sig'sa, butun tanasi ham sig'adi. Ular ajoyib suzuvchi, 3 kungacha suvda yashay oladi va uzoq masofani suzadi. 1 metr balandlikkacha sakrashi mumkin. Ularning mo'ylovlari sensor kabi ishlaydi. Qorong'ida yo'l topishda yordam beradi. Kalamushlar juda ham aqlli hayvonlar. Ular muammolarni ham hal qila oladi. Hatto oddiy mexanizmlarni tushunishi mumkin. Kalamushlar ijtimoiy hayvon, bir-biriga yordam beradi va hatto hamdardlik ko'rsatadi. Ular juda tez ko'payadi. 1 yilda 100 tagacha bolalashi mumkin. Ular deyarli hamma narsani yeyishi mumkin. Kalamushlar zaharli ovqatni tezda bilib qoladi. Agarda biri zaharlansa, boshqalari o'sha ovqatni umuman iste'mol qilmaydi. Ularni ko'pchilik yomon ko'rsa-da, ular tirik qolish va moslashish timsoli. Kalamush sher emas, lekin u ko'p joyda yashab qoladi. Chunki u urushmaydi, yo'l topadi. U hujum qilmaydi, o'rganadi va moslashadi. Kalamush ko'pincha yashirin yuradi. U sahnada emas, u natijada bor. Kanalimizga obuna bo'ling. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib keting.